Balaxoda Mahmud To'ychiyev she'riy masala. Baliq tutish uchun bir kun Dilshod men hamda Omon yo'l oldik diladagi katta anhor tomon. Qo'lga tutib qarmoqni qaldirchaga soldik. Uzoq ekan anhor ham yetguncha ancha toliqdik. Baliq tutolmaysiz deb Nortoy birga bormadi. Biz bilan yurgin desak gapga quloq solmadi. Manzilga yetgach suvga qarmoqlarni tashladik. Qachon baliq tortay deb intiq kuta boshladik. Birdan qarmoq ko'paydi, suvda o'ynab qoldi-ku, tez yopishib dastakka qirg'oq tomon oldim-ku. Buni qarang, qarmoqqa ilinibdi qurbaqa, chiqarib oldim tezda, uloqtirdim yiroqqa. Dilshodning xo'ragiga ilingandir zo'rlaqqa. Buni tutib qolarmay tushibdi go'zalaqqa. Omoncha chuvalchangni ilaman deb qarmoqning tilchasiga sanchib oldi barmoqqa. Baliq tutish yorg'in o'rganib ham oldik biz. Anchagina baliqni chelakchaga soldik biz. Oftobda ham toblandik, hatto cho'mildik biroz. Tabiat quchog'ida yayramoq qanday soz. Yo'l oldik uyimizga, kech kirib kun boqar chog', kayfiyatlar zo'r edi. Qo'shiq aytdik shod quvnoq, qaytishda uchratdik biz Nortoy bo'yni qishloqda. Havasla qarab turar Nortoy bizga yiroqdan. O'ljamizni ko'rsatib, maqtanib qo'ydik toza. Ovga bormaganiga afsus qildirdik rosa.